Ushbu xonadon 2 xonadan tashkil topgan. 60 kvadrat, 430 million so'm. Mana shunaqa chiroyli oshxona holati, kuxni garniturasi va bitta fishkasini sizga ko'rsataman. Qarang, o'tirib ovqatlanish uchun ham mana shunaqa zonasiga ega. Kuxni biroz shakli boshqacharoq bo'lishi mumkin, lekin kompaktni bo'lib turibdi, e'tibor beringlar. Hamma narsasi qo'yilgan. Kuxni garnituri полный komplekt. Bu tarafda bo'lsa, o'tirib ovqatlanadigan zonasi ham bor. Mana shunaqa gabrazni bo'lib turibdi va deraza romlari ham mavjud. Keling, birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Xonadonimizda remontiga e'tibor berasizlar. Qimmat laminatlar ham o'rnatib qo'yilgan. Marhamat, asosiy kirish eshigi, konditsioner o'rnatilmagan, bilasizlar, yoz kuni, shuning uchun hozir ventilyator qo'yib qo'yilgan, bekorga emas. Atak konditsioner qo'yganingizdan keyin xonadon chotki muzdakkina bo'ladi. Demak, bu tarafda o'zini yuvinish xonalariga ega, e'tibor beringlar, qanaqa did bilan qilinganligiga polni tayyor bo'lib turibdi. To'rtkonturli katyollari oshxona garniturasining ichida joylashtirilgan. Keling, birinchi xonasini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu xonani xohlang kichkina zal qilib qo'ying, xohlang yotoqxona qilib qo'ying. Menimcha yotoqxona qilishga mos holatda, chunki bu tarafdagi zonamiz anchagina katta va mehmonxona qilishga bu ko'proq mos keladi. Deraza romlari o'rnatib qo'yilgan. Isitish tizimlaridan muammo yo'q. Dukontorni katyol o'rnatilganligini aytib o'tdim. Katta radiatorlar o'rnatib qo'yilgan. Bluestone Pavorod'dagi biznes fundament domlaridamiz. 5-qavatda bir xona, 2 xona qilingan katta kvadrat, 60 kvadratdan sal kattaroq bo'lgan. Ushbu xonadonimizda remonti did bilan qilingan. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa 430 million so'm faqat naqd ko'rinishda savdo bo'ladi va pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar, chiroyli narxlarda sizlarga ushbu xonadonni xarid qilishlaringizda ko'maklashamiz. Kim bir xonali xonadonni puliga 400 million atrofida uy qidirib yurgan bo'lsa, mana shunaqa kompaktli, chiroyli remontli xonadonni sizlarga 100% tavsiya qilaman.